Assalomu alaykum azizlar. Biz bugun og'izda erib ketadigan oddiy Napoleon tortini tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlar: xamir uchun 200 gram sariyog', 200 ml smetana, 150 gram shakar, 400 gram un, 1 dona tuxum. Kremaga esa kulturgan sut, sgushonka deyiladi. 150 gram sariyog'. Ishning borishi: birinchi dastlab sariyog'ni kubik shaklida kesib, un bilan uqalab olamiz. Ikkinchi unni o'rtasiga tuxum, smetana solib, yumshoq o'rtacha xamir qilinadi. Uchinchi xamir, mana shu tayyorlangan xamir 1 soatga muzlatgichga qo'yiladi. To'rtinchi, xamirni 8 qismga bo'lamiz va dumaloqcha yasab 10-15 daqiqaga ustini yopib qo'yamiz. Beshinchi, zgushonka, ya'ni qulturilgan sut va sariyog'ni mikser qilib olamiz, ya'ni krem tayyorlaymiz. Xamirni har bittasi yoyilib, gaz pechkasiga 200 gradus Selsiyda 5 daqiqaga, ya'ni oltin rangga kirgunga qadar pishirib olinadi. 7. Pishirib olingan har bir qavatga krem surtib chiqamiz va chekka qismlari qirqilib 6 soatga salqin joyga qo'yiladi. Yoqimli ishtaha. Kanalimizga obuna bo'ling, layk bosib, izohlarda fikringizni qoldiring.